adasi, sizga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Bo'lmasam vijdonim qiynalyapti. Tinchlikmi? Agar aytsam, meni uydan haydab, javobimni berib yormaysizmi? Tushunmadim. Shunchalik. Nima gap aka? Men seni javobingni beraveradigan darajada. Boya magazinga chiqdim. Boshqacha ekan-ku. Shularni hisoblab bering. Sizdan 110 ming so'm bo'ldi. Xo'p, mana puli. Nima qolsa iflos? Voy, jahlingiz burningiz uchida ekan-ku. Nima cho'yingiz olasiz? Mani boshimda erim bor, hayvon. Olmam narsalaringni. Yo'l bo'yi bo'lgan ishni hazm qilolmay yig'lab keldim adasi. Ya Alloh. Assalomu alaykum. Mamengiz ko'rsam bo'ladimi? Bo'ldi. Hozir ko'rsatami? Mana, ko'ring. Voy, sal taqish qiyinroq ekan-a? Taqishi qiynalayotgan bo'lsangiz, keling. O'zim taqishim kerak. Voy, nima qilganingiz bu? Qo'lingizni oling. O'zim taqib qo'y dedim-da. Namicha vahima qilasiz? Uyalmaysizmi biron ayoliga shilqimlik qilishga? Oling mana matoingizni. Sizga Allohdan qaytsin. Qaytibdi-da. Onasi o'zi hamma ayb aslida menda. Odamzod o'zi haqiqatdir. Tan olish xohlamas ekan. Qanaqa haqiqat haqida gapiryapsiz? Haqiqat shuki, ko'chada harom xarj yursa, o'zini uyidagi ayoldan qaytargan. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Bu achu haqiqat. Qo'y do'stim, ko'chada bosayotgan qadamingizni o'ylab bosing. Bu dunyo qaytar dunyo.